Do'stlar, nimagadir hozir video uzilib qoldi. Mana shunga o'zi hozirgina ko'rdinglar. Video uzilib qoldi. Hozir nimadir anaqa faylim, video olayotgan faylim to'lib qoldi. Endi davom ettiramiz. Bugungi videodan maqsad shuni qurib yuboramiz birinchi. Keyin boshqa ishlarimiz uchi bo'ladi. Yer kerak. To'xtanglar. Men qilamiz. Keyin tepasiga yarim blokdan qo'ysak yaxshi bo'ladi. Mana yarim blokdan qo'yamiz. Chiqib tursin. Ekilim ay qo'shiq aytib yuborardim. Ferma ozgina kichkina bo'lib qoldi. Bizda ozgina ham bo'laveradi uni. Qo'shimcha fermalarim bor-ku. Eplab yuborishadi o'zlari. Menga zarb kelibdi men bularga qul bo'lishga. Sizlar xohlasanglar sal kattaroq qilinglar. Menga qilinglar. Bu yerga endi xohlaganda ekib chiqamiz. Bizda men kartoshka bilan bu tarafga kartoshka bilan sabzi ekmoqchiman. Betamasu hali. Ekib ketibmiz. Kartoshka bilan sabzi. Yakka kartoshka. Bu tarafga sabzi. Yema. Vaqtim yo'q. Aholiniki. Xo'sh, mana teramizdan bitti. Endi bular o'sgandan keyin bu tarafga ketamiz tagin. Yana bitta bossak shiq qilib hammasi o'zimizga yig'ilib qoladi. Endi bitta terib olaverasizlar. Xo'sh, bugungi videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetar edi. Yoqqan bo'lsa like, obuna bosib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Keyingi videoda bu bibliotekada shunaqa uylar quramiz. Like, podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Ha, aytgancha kommentga ham yozib ketinglar. Kelasi videoga nimalar qurishimizga. Kelasi videoga hozirchalikka biblioteka quramiz. Yoqqan bo'lsa like, obuna da hammaga xayr do'stlar.